Assalomu alaykum. Oltin Chorva kanali obunachilari, foydalanuvchilari, chorvasevar akalar, ukalar. Xudo xolasa shunaqangi yeyman, ichaman. Faqat kallamni oxirdan ko'tarmayman degan qo'rasidan, puli arzonidan, yengilidan so'ragan akalar. Bunga Andijon viloyati Paxtaobod tumani Soybo'y mahallasida, tuman markazida yaqin joyda Farruxbek ukamizni fermasidamiz. Xudo xolasa bu yerdan bugunga 3 partiyada shunaqangi novvoslardan akalar puli yengilidan, eng asosiysi shunaqangi bonusga ishlaydigan yerlardan akalar. Bittadan chiroyli layklarni bosib, videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa sizlarga Farruxbek ukamiz bilan bularning ma'lumotlarini berib boramiz. Akalar xudo xolasa yeb ichishlaridan muammo yo'q, ko'rib turibsizlar. Inshaalloh hammasi yerdagi o'tni ham, tushib qolgan o'tni ham terib yeyman deb harakatini qilib turibdi akalar. Kallasini oxirdan ko'tarmayapti. Akalar xudo xolasa mollarning sog'ligi, salomatchiligi, kasal-kusaliga Farruxbek ukamiz o'zi kafolatini beradi va ma'lumotlarni berib bo'lamiz. Bugungi hafta kuniga Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, zo'r. Kelyapsizlarmi? Rahmat, o'zdan charchang. Zo'r aka. Hafta kuniga juma kundamiz, juma yomon bo'lamisiz? Charchang. Sizlarga ham. Xudo xolasa shunisidan boshlab ketaveramiz Farruxbek. Ha, aka, 7 bosh bo'zagimiz bor. Xudo xolasa Qirg'iziston shvedi bolalari bor aka, estollari bor. Xudo xolasa pullari ham o'ta yengil. Gap. Yemoq-ichmoq ko'rinib turibdi, mana a'la tutib yeyapti. Mollar kallasini ko'tarmayapti oxirdan. Gap yo'q. Xudo xolasa sog'lik salomatchiligiga dastavkalarni qanday kelishamiz? Dastavkalari vodiy bo'ylab bor. Hozir aka bir donasi ham behijolat telefon qilishaveradi. O'zbekiston bo'ylab kelishamiz endi. Gap. Xo'p. Pullarni necha puldan boshlanadi? Pullarni hozir aka 2 dona 13,5 milliondan 2 dona chiqarib berdik. 13,5 milliondan 2 dona. 16,5 ga tanlab olsin. Undan 16,5 ga tanlab olishga. Agar 7 dona bir jo'nat deganiga xudo xolasa 15 milliondan chiroyli xayrni qilib beraman. Ketaveradi. Mana, o'zida tanlab olaman degan akalarga shu shvetimizni o'zini necha pulga qilib beramiz? 16 million 500 ming xayri bor. 16 million 500 ming kam xayri bor. Mana, bo'zak. Sifatlariga, oyoqlariga e'tibor beramiz. Akalar xudo xolasa o'sadigan yosh narsalar, yosh ko'chatlaridan. Bir dona estonimiz ham bor ekan, estonimizga Estonda 15 millionga xayrni qilib beraman. 15 millionga kam xayrni qilamiz. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar chiqadigan akalar aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa ikkinchi, uchinchi partiyalari ham bo'ladi. Bittadan chiroyli layklarni bosib, videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkinchi partiyasida xudo xolasa shunaqangi chiroyli. Bu yerda qirg'iz parodasi ham bor, xudo xolasa smental ham bor, ichida akalar qorxolasidan ham bor. Xudo xolasa bir ma'lumotlarga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz akalar. Farruxbek, bu partiyada necha puldan boshlanadi? Hozir aka 17 milliondan bir jup chiqarib beraman bu partiyada. 17 milliondan bir jup chiqarib beraman. Gap. Endi buning ichida hozirgi birinchida ko'rsatib o'tgan shvetimiz ham bor. Shvetni o'zini so'raganlargachi? 19 millionga ketadi hozir aka. 19 million so'mga. Mana ona shvetni ham juplashib olsin. Sherik qilib shvet. Xulosa, ikkovi 19 million so'mga ketaveradi. Ha, chiroyli xayri bor hozir aka, xudo xolasa. Inshaalloh yana xayri bor. Mana sementalimizni so'raganlarga, xudo xolasa men aytdim. Juda go'zal holatda sementalimiz ham bor ekan akalar. Sementalimiz 22 millionga ketdi hozir aka. 22 million so'mdan. Tanlab olaman degan akalarimizga xudo xolasa narxlari o'zgaradi. Endi hammasini bitta yerga oldim degan akalarimizgachi Farruxbek? Xudo xolasa 18 million 500 mingdan chiroyli xayri bor. Hammasi bir joy 18 million 500 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab ketdimi dastavkasi? Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab. Akalar xudo xolasa ko'rib turibsizlar, hammasini ataylab u yoqqa bu yoqqa yurgizib, yurishlarini xudo xolasa oyoqlarida defektlari yo'qligini iloji boricha ko'rsatib o'tishga harakat qilyapmiz jonivorlar. Behijolat hammasi. Biz haydaganinimiz uchun u yoqqa bu yoqqa yurib turib, bo'lmasam oxirdagi o'tlarni yeb turib, yeyish, ichish kasal-kusali yo'q mollar. Xudo xolasa bizdan videolarimizga layklarni bosib turish esdan chiqmasin. Inshaalloh akalar bu yerda taxminan bo'ylari 1.5 atrofida hammasiniki inshaalloh. Chiroyli layklar. Endi Farruxbek mana o'zini tarqilib tanlab olaman degangachi. Bunisi necha pulga chiqadi? 19. Qirg'izistonda bizga. Joy sog' bo'lgan. Iloji boricha akalar xudo xolasa qaysi biri yoqayotgan bo'lsa skrinshot qilib Farruxbek akamizning ekranda raqamlari bo'ladi, aloqaga chiqib turganda yoki Telegram manzillariga tashlayib turib Farruxbek aka onlayn savdo qilyap turgan paytimizda. Xudo xolasa onlayn savdolar bor. Mana shunisi menga yoqdi, misol uchun. Shunisini skrinshot qilib tashab yemoq ichmog'ini bo'ylarini o'lchab tashlab beramiz hozirga. Hammasini xudo xolasa
onlayn savdo qilib, xotirjam bo'lasiz. bir-biringlar bilan kelishib, gaplashishinglar oson bo'ladi. Xudo xolasa screenshot qo'ysanglar, aka-ukalar. Mana. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, 3-partiyamiz bo'lyapti. Menga kattaroq bo'lsin. Xudo xolasa yemin uraman, baqvoraman bu yog'iga degan aka-ukalamizga. Xudo xolasa Qurbon hayitga hamma mollarini sotib, pullarni bo'shatib shunaqalardan endi olib borib Qur'onga qozig'imga baylab beraman degan aka-ukalamizga Xudo xolasa shunaqa variantlaridan 5 bosh. Aka-ukalar Xudo xolasa bu yerda gibridlaridan 2 bosh gibriddan ko'rib turibsizlar. Bittasi limuzinga, bittasi simentalga gibrid bo'lishi mumkin. Bu yerda shvetimiz. Hamda bu yoqda aka o'zimizning mahalliy shvetlardan olasidan. Xo'sam bittadan chiroyli layklarni bosib turibsizlar. Biz Farruxbek bilan ma'lumotlarni berib ketamiz. Farruxbek bu yerda Hozir aka 5 bosh. 5 bosh aka. Mahalliy uyimizda turgan bo'zaylar 5 oy ham. Yemoq-ichmoqqa behij oladi. Pullarni ham bitta yengil qilardik ularni. Xudo xolasa hammasini e'tiboshi keng, yaxshi, xudo xolasa aka-ukalar yemlashga juda zo'r variantlar. Ular necha puldan boshlanadi? Bularni 21 milliondan boshladik. 22 millionga tanlab olsin. 22 millionga tanlab olish. Tanlab olsin. Shu olasidan boshlab ketadigan bo'lsak, necha pul bo'lib qaytamiz bunisiga? 21 millionga ketaveradi. Bunisi-chi? Ikkinchisi. Bunisi 22 million. 22. Biz mana 3 onni 22 dan qo'ydik, hozir aka. 3 onni 22 dan. 2 onni 21 dan qo'ydik. Agar 5 onni bir joyga jo'natgan 21 milliondan ketaveradi. 21 milliondan ketaveradi. Xudo xolasa aka-ukalar aytib o'tgan gaplarimiz hammasi uchun amal qiladi. Dastavkasi, yemog'i, ichmog'i, kasallik usuli barchasidan o'ylanishimga hojat yo'q. Bayaki boshda aytib o'tdik, ma'lumotlarni berib o'tdik aka-ukalar. Hozir bittadan chiroyli layklarni bosib, Farruxbek ukamizga aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa shunaqangi zo'rlardan, sifatlilardan, nasllilardan ilingan Farruxbek ukamiz bo'ldi. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati, Paxtaobod tumani, Soybo'y mahallasi, shahar tuman markaziga yaqin joyda aka-ukalar. Xudo xolasa keyingi videolarimizni ko'rishguncha deb qolamiz. Bittadan layklar esdan chiqmasin. Xudo xolasa o'zimizga o'xshagan chorva ixlosmandlariga, chorva sevar aka-ukalarimizga, buqa sevar aka-ukalarimizga irg'itib videolarimizni tashlab qo'yamiz aka-ukalar. Ketkizgan vaqtimizga rozi bo'lib qo'yamiz.